Şinjan güzeli degan qo'chqa o'lab qolganligi rost. Şinjan güzeli deb namagan qo'chqa o'lab qolganligi rost. Shu qo'chqaga o'z vaqtida qo'ysalmay ormonda qolganligi joq. Endi shu Şinjan güzeli degan qo'chqa o'lmabdi jumanglar. Hayotgan tiqa. Mana bu qo'chqa shu o'z vaqtida oshnazlar bilan baqqan Şinjan güzeli deb namagan qo'chqa bilan onasimi bir, dadasimi bir inishi ekan mana. Konsortda. Qo'chqaning dadasi qas qo'chqa aka. Şinjan güzeli akuka. Onun bir dadım bir. Dadasi deyman. Dadısı Hasan Qattiqninki aşa Qarqochqaninki balası. Aşu, o'sha zaman baqqan. O'sha zaman baqqan qo'chqaninki dadısı. Aşu. Aşu. Ma'ning dadasi aşu. Aşu. Aşu Şinjan güzeliniki onasi. Mushuni onasi. Mushuni onasi. Bunda ash qo'chqa bilan onun bir dadım bir qo'chqa mushu. Shu demak bu yerda shu joyga namagan Şinjan güzelib namagan qo'chqa hayot deyish bo'lamdi-ku yaqman. Ondan bu qo'chqaning 2000 ko'g navbatlash orqali birinchi mukofot 20 ko'g naqd pul qilish olasizlar. Menda bir ish bor. Ikkinchi mukofot 5000 ko'g naqd pul qilish olasizlar. 3 odamga to'liq chiqdi. Uchinchi mukofot 2000 ko'g naqd pul qilish olasizlar. 5 odamga to'liq chiqdi. To'rtinchi mukofot bir navbat haqsiz 6 odamga to'liq chiqdi. 2000 ko'g ma qo'chqaning bir navbat olasizlar. Ondan keyin ma dolambar sohadagi dolambar degan qo'chqaning balasi ma bor. Ma qo'chqaga yana bir qo'yganni haqsiz silib aptayasizlar. Demek 2000 ko'ga ish qo'chqaga ish qo'yganni silib aptayasizlar degan gap. Aniki yana bir gap. Palatning tartibini o'qitanglar. 2000 ko'ga navbatni ilbatab, palat qatnashib mukofot chiqmay. Aniki qo'ysatqa kelgan vaqtda meni qo'yam ilib qapta. Navbatni qaytibang. Pulni qaytibang desangiz, bo'lmaydi. Qaytmaydi kaniga. O'zingizniki nacharligingizni ko'rsangiz bo'ldimi? Qanday siz og'zingizga qo'ysak qilamsiz? Qarshi bilan qo'ytabsiz bitta qo'yib sasiz bo'ladi. Ish qo'ysangiz bo'ladi ish qo'chqaga. Ammo navbatni pulab palat qatnashib men ishim borda qo'yam ilib qap desangiz bo'lmaydi. Lanmaysiz kaningizga. Ondan keyin qo'chqani ballarni ko'ksimiz bo'lmaydi. Ko'ksizlar. Shuma. Yaqlan aka. Necha hisobladingiz buni? O'zi 15 ko'rdim. 15 ming ko'y. Onuscha? Onus uyda. Onus uyda. 5-6 ming qaldingiz. 5-6 ming ko'y qo'yma. Ma qo'y nimda bekaldingiz? Qo'chqa solgani. Ma qo'chqa necha qo'y soldingiz hozircha? Mana 13 qo'y oldi. 13 qo'y? 13. Atgan birini solgan. Ma 12. Qanday bu qo'chqadan 2000 ko'y navbatlab qo'ysilib, ziyodat paqqa avval ham yo'q. Yo'q. Bek paylandim o'shani. 10 ming ko'y, 15 ming ko'y to'g'ri qolib taqam. Mana bu gap. Bu masala bakimiz o'ylash qoldim. Ikkilanma akasini bo'tganmiz. biz sizga mana bunda dependab. Yo'q, o'zimniki mush qo'chqa ishgan qo'zi buni. Shunga palatni tartibini deb qo'ydik. Hozirdan boshlab boshlasangiz bo'ladi. Bu zadan bilan to'xtaydi. Qo'chqaning o'rni mush yakanday pak shiza. Bu yozincha manning qo'tonda bor. Kelib ballar bor yana. Ko'rsangiz bo'ladi. Qo'chqani o'zim ko'rib ziyorat qilib kelsangiz bo'ladi. Klubini da pas ma'lum. 193, 99, 48, 94, 43. Aloqalashib, biz chiqsan vaqti baynab qolgan. To'shab kelsa lekin mukofot yo'q. Hech kim ko'rinishi bittalam qo'ysa ketib qarshi chiqadi. Qanday va palatga muborak bo'lsin mag'illar.